بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Bismillahirrahmanirrahim. Mana birodarlar, bir necha jumalardan beri Alloh taolo tomonidan bo'ladigan tavfiq haqida dars qilayotgan edik. Davom etamiz. Tavfiqning sabablari degan mavzuda suhbat qilyapmiz. Ya'ni qaysi sifatlar bizda bo'lsa, nima ishlarni qilsak, Alloh taoloning bizga tavfiqi bo'ladi. Tavfiq Alloh taoloning qo'llashi. Tavfiq Alloh taolo saqlashi. Tavfiq adashib ketishdan to'sishi. Tavfiq ikki dunyoning saodati. Agar Alloh taoloning tavfiqi bo'lmasa, biz hech narsa qilishlikka qodir bo'lmaymiz. Tavfiqning sabablaridan 7-si. Alloh taologa hamd aytish va shukr qilish. Mo'min banda bir xayriyatga muvaffaq bo'ldimi? Bir savob ishni qilishlikka imkon topdimi, Allohga hamd aytishligi kerak. Men qildim demang. Bir yaxshi ishni qildinglarmi? Biz qildik demang. Biror yomonlikdan omon qoldingizmi? Allohga shukr keltiring. Men o'zi tadbirini qilib qo'yuvdim-da, o'shuning uchun shu yomonlik menga yetmadi demang. Ilmim, planim, rejam, tadbirim emas. Chunki sizning ilmingiz, tajribangiz, planingiz, qilib qo'ygan sababingiz sabab xolos. Chunki siz dunyodagi hamma sabablarni qoyim qilib qo'ysangiz, Alloh tavfiq bermasa, siz ko'zlagan maqsadingizga yeta olmaysiz. Natija faqat va faqat Allohning xohishi va tavfiqi bilan bo'ladi. Dalil kerakmi? Dalil bor. Hamma sababni qiling. Agar Alloh xohlamasa, maqsadingizga yetmaysiz. Ibrohim alayhisalomni kuydirishlik uchun katta gulxan yoqishdimi qavmi? Yoqishdi. Sababni qilishdimi? Qilishdi. Uloqtirishdi. O'tga tushdi. Sabablar bor, lekin kuydimi? Alloh xohlamasa, tavfiq bermasa bo'lmas ekan. Ismoil alayhisalomni otasi Ibrohim alayhisalom yotkizib, oyoq qo'lini bog'lab, tomog'iga pichoqni qo'yib tortdi. Sabab bor-a? Pichoq kesdimi? Ana sizga dalil. Yunus alayhisalomni dengizga uloqtirishdimi? Baliq katta nahang yutib dengizni tagiga olib tushib ketdimi? Tushib ketdi. 40 kun deyiladi, suv tagida qolib ketdi. O'lishligiga hamma sabab bormi? Bor. O'ldimi? Demak, Allohning tavfiqi, xohishi bo'lmasa, hech narsa bo'lmas ekan. Shuning uchun 4-sababi, 7-sababi biron yaxshilikka muvaffaq bo'lgan bo'lsangiz, bu Allohning fazli va tavfiqi bo'ldi deng. Biror yomonlikdan qutulib qolgan bo'lsangiz, Allohning tavfiqi bo'ldi, Allohning xohishi bo'ldi deng. Va alhamdulillahi robbil alamin deng. Shukr keltiring, hamd ayting. Ana shu ne'mat ustingizda yana ziyoda bo'ladi. Berilgan ne'matning shukri ado qilinsa, shu ne'matning ziyoda bo'lishligini Robbimiz subhanahu va taolo va'dasini beryapti. Astagfirullah. Va iz ta'azzana robbukum la in shakartum la azidannakum. Yana Parvardigoringiz bildirgan bu so'zlarni eslanglar. Qasamki, agar bergan ne'matlarimga shukr qilsangizlar, albatta ularni yanada ziyoda qilurman. Vala in kafartum, agar nonko'rlik qilsanglar, inna azabi la shadid. Endi agar kufroni ne'mat qilsanglar, albatta azobim juda ham qattiqdir. Tavfiqning sabablaridan 7-si Alloh taolo ato qilgan ne'matlarga shukr keltirishlik. Tavfiqning sabablaridan 1-si Alloh taologa muhtojlik, 2-si o'zini ojizligini tan olishlik, 3-si aql zakovatiga, ilmiga suyanmaslik, 4-si qalbning pokiza bo'lishligi, 5-si
banda o'zini imkoniyatidagi ishni qilib davomiy bo'lishi. 6-si, banda Alloh taoloning fazlini va minnatini his qilishi. 7-si, Allohga hamd aytishi va shukr keltirishi. 8-si, oliy himmat, kuchli iroda, qat'iyat va azmu qaror. Bandani niyati, azmi qarori va qat'iyatiga yarasha Alloh taoloning tavfiqi, yordami keladi. Sigaretni tashlayman dedi, qat'iy tursa Alloh qo'llaydi. O'zi tashlash yo'q niyati. Jo'ralari aytgani shuni tashlayapti. O'zi chiqisi yo'q masjidga har kuni. Shu mahalladagilar qistagani uchun chiqyapti, bu odamga tavfiq berilmaydi. Ma'qulmi? Nimanidir boshlab oxiriga yetkiza olmayotgan bo'lsangiz, yaxshi ishingizni, qaysidir yomon odatingizni tashlayman deb boshlab oxiriga yetkiza olmayotgan bo'lsangiz, demak tavfiq yo'q. Tavfiq nimaga yo'q? Azmi qaror qat'iy emas. O'lasiz hoji aka deydi. Yurmasangiz deydi. Oshlarda ozaytirmasangiz, yog' baylab ketibdi yurak. O'lasiz desa, mana endi azmi qaror qat'iy bo'ladi va yuradi. Ma'qulmi? Yo Alloh, shunaqa zamonda yashayapmizki, birodarlar, avvalgi davrdagi odamlarning oddiy ishlari hozirgi davrda tibbiy muolaja bo'lib qoldi. Avvalgilar piyoda yurishi oddiy ish edi. Hozir doktorlarning nimasi bo'lib qoldi? Naznacheniyasi bo'lib qoldi. Yurish ham katta ish bo'lib qoldi. Biz dedi yuriyapmiz domla deb qo'yadi. Yuriyapmiz-da deydilar. Nima qilar deydilar. Biz o soyda bo'ldi yuriyapmiz, yo toqqa chiqib yuriyapmiz deydi. Yurish ham ish bo'lib qoldi ya, subhanalloh. Yani bilmadim bu ketishda nima bo'lar ekan. Demak, Alloh taoloning tavfiqi kelishligini sabablaridan 8-si qat'iy azmi qaror, qat'iy iroda. Alloh taolo aytadi, astagfirullah, in yurida islahan yuvaffiqillahu baynahuma. Agar xotin ajrashib ketgan bo'lsa yoki urushayotgan bo'lsa, ularni yarashtirmoqchi bo'lsanglar, Alloh taolo aytayapti, agar xotinning oralari buzilib ketishidan qo'rsanglar, tomonidan bitta hakam, xotin tomonidan bitta hakam chiqaringlar. Diqqat. Agar ular bilan xotin isloh qilishni istasalar, Alloh xotin orasiga ittifoqlikni solur. Ham xotin ham oilani buzishlikni xohlamasdan, oilani saqlab qolishni qat'iy xolasa, Alloh bir yo'lini qilib yarashtirib qo'yar ekan. Umar ibn Xattob davrida bir xotinni yarashtirmoqchi bo'lib, Umar ibn Xattob o'rtaga tushdi. Ham xotin ham oilamiz buzilishini xohlamaymiz deyapti. Ikkalasi ham islohni xohlayapmiz deyapti. Umar ibn Xattob u qilsa ham, bu qilsa ham hech ham isloh bo'lmayapti. Shunda qo'lidagi darrasi bilan ikkalasini chopib qoladi. Yelkasiga. Senlar meni masxara qilishyapsan. Nimaga? Alloh Qur'onda aytgan, agar ular islohni xohlasa, Alloh ularning o'rtasini isloh qiladi degan. Men shuncha harakat qilyapman, bo'lmayaptimi? Demak, senlar xohlashmayapsan, meni kalaka qilyapsan deb darralab urar ekan. Qancha xayrli ishlarni boshlaymiz, qilmoqchi bo'lamiz, oxiriga yetmaydi. Boshlaymiz, to'xtab qoladi, nihoyasiga yetmaydi. Sabab nima ekan? Tavfiq yo'q ekan. Ana shu sabablarning 8-si kishida ana shu yetmoqchi bo'lgan narsasiga azmi qaror qattiq bo'lish kerak ekan. Oyatda azmi qaror va niyat tavfiqning sababi ekanligi bayon qilindi. Saadatul abdi fi sidqil azimati va sidqil fi'l. Ulamolar aytishadi, bandaning saodati niyatining va harakatining to'g'riligida. Banda dunyoda saodatli bo'lmoqchi bo'lsa, niyati to'g'ri bo'lsin va qilayotgan xatti-harakati shu niyatiga muvofiq to'g'ri bo'lsin. Agar banda rostgo'y, sodiq, ixlosli bo'lib, Allohga bo'lgan tavakkuli to'g'ri bo'lsa, bu bandaga Alloh taolo boshqalarga bergandan ko'ra ko'proq narsani beradi. 9-si
Iymonni quvvatlantiruvchi amallarga harislik. Birodarlar, iymonimiz savobli amallarni ko'p qilishligimiz bilan quvvatlanadi. Quvvatlanadi. Zikrni ko'proq ayting, Qur'on tilovatini ko'proq qiling, savobli amallarni ko'proq qiling, iymoningiz quvvatlanadi. Ilm majlisi, zikr halqalari, Qur'on tilovati, oxirat haqida tafakkur. Mana shu narsa iymoningizni quvvatli qiladi. Mana payg'ambarimiz aytadilar: "Udul mardo wattabi'ul janais tudakkirukumul akhirah." Kasallarni ziyoratiga boringlar, janozaga ergashinglar, oxiratni eslatadi sizlarga mana shu ishlar. Ma'qulmi? Qabristonga boring-da. Qanaqa odamlar yotibdi? Kim 15 ga kirib o'lgan, kim 85 ga kirib o'lgan, kim rosa kuch-quvvatga to'lib 35-40 yoshda ketgan. Haligini ko'rganingizda o'rningizga kelib qolasiz. Savobli amallarni ko'proq qilishlik iymonni quvvatlantiradigan amallardan hisoblanadi. 10-si gunohlardan uzoq bo'lish. Kishi gunoh ma'siyatga qanchalar berilar ekan, ma'siyatga, fisq fujurga botar ekan, xayriyatlardan, tavfiqdan mahrum bo'ladi. "Falyawma la tuzlamu nafsun shay'an wa la tujzawna illa ma kuntum ta'malun." Mana bu kunda hech bir jonga biron zulm qilinmas va sizlar faqat o'zlaringiz qilib o'tgan amallaringiz sababli jazolanirsizlar. Alloh taolo fazl ko'rsatadi bandaga. Mo'min bitta solih amal qiladi, Alloh shu bandani yaxshi ko'rib, unga fazl ko'rsatadi, ko'proq yaxshilik qilishiga muvaffaq qilib qo'yadi. Bir haftada Qur'onda xatmi qiladigan odamlar bor oramizda. Nima, ular ham darrov bir o'tirib bir haftada Qur'onda xatmi qiladigan bo'lib qolishdimi? Yo'q. Yarim paradan boshlagan. Kunda yarim paradan o'qigan, 1-2 oydan keyin bir paraga chiqqan. 30 kunda xatmi qilardi. Keyin sekin-sekin tushdida haftasiga xatmi qiladigan bo'lib qoldi. Million pulni ehson qilib olgan odam birdaniga shu millionni ehson qiladigan bo'lib qoldimi? Ha, yo'q. Asta-sekinlik bilan, sekin-sekinlik bilan qilavergan, Alloh taolo qabul qilib turib, kattaroq savobli ishga buni ham nima qilib qo'ydi? Muvaffaq qilib qo'ydi. Shuning uchun siz bilan biz ham ana shu savobli amallarni ko'proq qilishligimiz, gunohlardan ehtiyot bo'lishligimiz ustimizga tavfiq kelishini sababi bo'ladi. O'zi bizdan sodir bo'lgan bir yaxshi amal qabul bo'ldimi, yo'qmi? Biz uni bila olamizmi? Bila olmaymiz-a? Lekin ulamolar aytishadi, ana shu Alloh qabul qilganligining alomatlari bor. Shundan bittasi, bandani qilayotgan savobli amali asta-sekinlik bilan ziyoda bo'lib borayotgan bo'lsa, bu holat uning avvalgi amallarini qabul bo'lganligini belgisi. Bugun 200 so'm tashladingiz. Keyingi hafta 200 so'm tashladingiz. Undan keyingi hafta Alloh taolo 400 so'mga qodir qilib qo'ydi. Endi 400 so'm tashladingiz. Amalingiz ko'payayotganligi umid qiling, avvalgi qilgan amallaringizni qabul bo'lganligini alomati ekan. Alloh taoloning tavfiqi bizi ustimizda bo'lishligining sabablaridan 11-si ota-onaning roziligi. Ularni xizmatida turish. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Ridollohi fi ridol validayn." Allohning roziligi ota-onaning roziligida. Alloh taoloning g'azabi ota-onaning g'azabida. Imom Termiziy rivoyat. Ota-onasini duosini olgan, ota-onasini rozi qilgan odam Alloh tarafidan bo'lgan tavfiqqa ega bo'ladi. Alloh bu bandasini qo'llaydi, bu bandasiga madadini to'xtatmaydi. Va shuning uchun aytiladi-da, ikki xil odam eshakda ishlamay qo'yaversin. Ikki xil odam eshakda ishlamay qo'yaversin.
ota-onasining roziligini olgan odam eshikda ishlamay qo'yaversin. Ota-onasiga oq bo'lgan odam eshikda ishlamay qo'yaversin. Ha, ishlaydi birodarlar. Hamma ishlaydi. Ishlashimiz kerak. Hamma ishlaydi. Ishlashimiz kerak. Rizq, kasb-kor, tijorat qilamiz. Bu vojib, bu ibodat. Alloh taologa yozgan rizq kelishi uchun biz mehnatini qilishimiz kerak. Buyurilganmiz. Lekin ota-onasiga oq bo'lgan odam eshikda ishlasa ham 1-2 olmaydi dunyoni o'zida ham. Va ota-onasini rozi qilgan odam eshikda ishlamasa ham bo'laveradi. Chunki Alloh taolo barakot beradi bunga. Oq bo'lgan inson eshikda qattiq uzoq ishlasa ham 1-2 bo'lmaydi, hayotda baraka topmaydi. Ota-onasining roziligi topgan banda eshikda ishlamay qo'yaversin bu ham. Ozgina harakat qilib qo'ysa, Alloh taolo barakot beraveradi. Ma'qulmi? Shuning uchun ota-onasi borlar, yoshlar ko'zlari katta ochinglar. Uylarda turibdi barakani eshigi. Ha, endi tirikchilik, rizq talabida boshqa mamlakatlarga, boshqa yurtlarga ketyapmiz. Ana shu yerda topayotgan pulimizni barakasi uyda turibdi. Hech bo'lmasa bir haftada bir telefon qilib qo'yishga yarashimiz kerak. O'zi kunda telefon qilsak ham bo'laveradi-yu, lekin qilmaymizda. Oylar, yillar o'tib ketadi, esimizdan chiqib ketadi. Sen binasalik bo'laman deyapsan o'sha yerda yurib, otangni rozi qilmasdan. Tushunarli-a? Demak, birodarlar, ota-onasini rozi qilgan odam ikki dunyoda Alloh taoloning tavfiqiga bo'ladi. 12-sabab. Nafsni asta-sekinlik bilan tarbiyalash. Nafs, birodarlar, ba'zida ibodatga iqbol qilib qoladi, ba'zida ibodatdan qochib qoladi. Ya'ni ibodat qilishlikka moyil bo'lib qolgan payti bor, fursati va o'sha ibodatdan o'zini olib qochayotgan holati bor. Mana shu holatda nima qilish kerak? Ibodatga moyillik ochilib qoldim. Shunaqa paytda amallarni ko'proq qilib qolish kerak. Masalan, kechqurun uyqu qochib qoldi. Turib 2, 4, 8 rakat namoz o'qishlik. Asta-sekinlik bilan jonni qiynamasdan nafsni tabiatini rioya qilgan holda. 13-si, kishi o'zi uchun yengil bo'lgan savobli amallarni ko'paytirishi. Mana shu ham tavfiqning sabablaridan. Sizga zikr aytish qiyin emas. Ko'proq ayting. Allohning tavfiqi ustingizda turadi. Kimgadir nafl roza tutish yengil bo'ladi. Yashayotgan joyi, mintaqasi o'sha roza tutishligi juda ham qulay. Deylik, kun qisqa. Shimol o'lkalari bor-ku. Bir pasda shom bo'ladi, bir pasda iftor vaqti bo'ladi. Kimgadir tilovat qilishlik yengil bo'ladi. Kimgadir zikr. Xullas, o'zi uchun oson bo'lgan, o'zi uchun qulay va yengil bo'lgan ibodatlarni ko'proq qilishga harakat qilish kerak. Sabablarning 14-si ma'sul duolar va zikrlar bilan shaytonning vasvasasidan himoyalanish. Birodarlar, shaytonni Alloh taolo Al-Xonnas deb sifatlagan. Shaytonning sifatlaridan Al-Xonnas. Nima degani? Al-Xonnas Allohni banda zikr qilsa, shayton orqaga chekinadi. Siz zikr aytib yurar ekansiz, Qur'on o'qir ekansiz, Allohni zikrida turar ekansiz, Allohni eslab, shayton siz oldingizda bo'lmaydi. Hadis sharifda aytilganidek, "Va kanat lahu hirzan minash-shayton yawmahu zalika." 100 marta tahlil aytsa bir inson, ana shu 100 marta aytgan tahlili shu kuni uchun unga shaytondan himoya bo'ladi. Mana hadislarda keltiriladi, kim ertalabda 100 marta la ilaha illalloh vahdahu la sharika lah, lahul mulku va lahul hamdu va huwa ala kulli shay'in qodir na aytsa kalima-i tavhidni. Shu kunning kechi kirgunicha shu o'qigan duolari unga shaytondan himoya bo'ladi, panoh bo'ladi degan. Ayta olmaymizmi? 11 minut, 12 minut vaqt ketadi. Mashinangizni qizdirib katta ko'chaga chiqquncha aytib bo'lasiz. Bu kalimani deyarli hammamiz yoddan bilamiz, ammo beparvomiz. Uydan chiqishda aytiladigan duolar bor, o'qiladigan. Uyqudan avval, keyin o'qiladigan duolar bor.
Oyatul Kursini o'qish bor. Umuman Alloh taoloning zikri shaytonni nari qiladi. Sababi shayton al-xonnas, ya'ni Alloh zikr qilinsa orqaga chekinadi. Alloh taolo o'zi panoh bersin shaytonning sharridan. Alloh taolo Qur'onda shunday marhamat qiladi. Astagfiru billah. Va imma yanzaghannaka minash shaytoni nazghun fasta'id billahi innahu huwas samiul alim. Agar sizni shayton tomonidan biron vasvasa yo'ldan ozdirsa, u holda Allohdan panoh so'rang, zero u eshituvchi, bilguvchi bo'lgan zotdir. Demak, biron bir yomonlik ustimizga kelsa, biron bir vasvasa kelsa, yomon gumon, o'y xayol kelsa, a'udhu billahi minash shaytonir rojim desak, shayton siz bilan bizdan nari bo'ladi. Demak, birodarlar, bizi ustimizda Alloh taoloning tavfiqi turishligi uchun qaysi sabablar bizda bor bo'lishi kerak? 14 ta sababini o'qidik. Ana shu sabablarni o'zimizda paydo qilishga harakat qilamiz. Qanchalar mana shu sabablar ustimizda bo'ladi, qancha ko'prog'i bo'ladi biz ustimizda, Allohning tavfiqi biz bilan birga bo'ladi. Allohning tavfiqi, Allohning qo'llashi, tavfiq adashib ketishdan saqlashi, tavfiq himoyasi, tavfiq ikki dunyoning saodati. Alloh azza va jalla siz bilan bizga mana shu tavfiqi ustimizda doim bo'lishligiga muvaffaq qilgan bo'lsin. Aqulu qawli hada va astaghfirulloh li va lakum. Innalloha va malaikatahu yusalluna alan nabiy. Ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi va sallimu taslima. Vassalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.